Assalomu alaykum, go'zallarim. Mana bu chiroyli albomni ustiga qarab, bugun ayollik jozibasi bo'yicha narografika darsi berishga qaror qildim. Ko'pchilik ayollar o'zini jozibasini his qilmaydi. Shuning uchun ham munosabatlarda ham, hayotda ham o'zini o'zi cheklab qo'yadi. Siz ham ba'zan o'zingizni jozibali emasdek his qilasizmi? Bu savolga javob yozib keting kommentlarga. Agarda shunaqa bo'lsa, demak, bu video o'zi sizga chiqib turgan bo'ladi. Bu videoda narografika ishlash uchun kirgan bo'lasiz. Sizga shuni eslatib o'tamanki, narografika chizishi o'zi bu ayollik jozibasiga qo'yiladigan birinchi qadam deb bo'lsa bo'ladi. Chunki aynan narografikada ayollarga xos bo'lgan miyani zonalar ishlashi kuchayadi. Ya'ni siz o'sha mayda motorik harakatlar bilan miyadagi o'sha ayollik energiyasiga javob beradigan joylarni, shunga yo'g'rilgan nuqtalarni faollashtirasiz. Mavzulashtirilgan narografikalar bilan bo'lsa, buni ustida yana ham ko'proq ishlasa bo'ladi. Keling, bugun qisqa bo'lsa ham, kichkina bo'lsa ham, bitta nuqtada bo'lsa ham aynan narografikada ayollik energiyasi bilan ishlaymiz. O'zi bitta narsani aytib o'tsak, ayollik energiyasi bu nima? Bu faqat tashqi go'zallik emas, balkim ichki kuch, o'ziga bo'lgan ishonch, mehribonlik hamda o'zini ayol sifatida tutish va o'zini ayoldek his qilish. Ko'pincha insonni o'zini qanaqa ko'rsatishi, gapirishi, yurishi, boshqalarga qanaqa munosabatda bo'lishi va boshqalarning unga qanaqa munosabatda bo'lishini ham ayollarda ayollik energiyasi belgilab qo'yadi. Agar ayollik energiyangiz juda ham yaxshi holatda bo'lsa, odamlar sizni ayol sifatida ko'proq hurmat qiladi, e'tibor beradi. Ijtimoiy munosabatlarda ham, shaxsiy munosabatlarda ham o'zingizga bo'lgan ishonchingiz yaxshi holatda bo'ladi. O'zini nisbatan o'zini qadrlash, o'ziga nisbatan ishonch kuchayadi. Siz savol nima desa bo'ladi? O'zimga ishonchim pastmi degan savol sizda hatto uyg'onmasligi mumkin. Hayotda yana ham ko'proq imkoniyatlarni ko'rishni boshlaysiz. Mehr, demak, go'zallik, sovg'alar, e'tibor har doim sizni yoningizda, siz bilan birga bo'ladi. Endi agarda ayollik energiyasi past bo'lgan holatlarda munosabatlarda qiyinchiliklar juda ham ko'payishni boshlaydi. O'zini qadrlash, ayol o'zini qadrlashi juda ham pasayib ketadi. Ishda ham, jamiyatda ham o'zini ko'rsatishda qanaqadir muammolarga duch keladi. O'zini rivojlantirishda ham motivatsiyasi tushib ketish holatlari bo'ladi. Hayot sifati pasayishi mumkin. Chunki ayol o'zini yetarli emas deb his qilishni boshlaydi. Bularni hammasini biz to'g'irlasak bo'ladi. To'g'irlab bo'lmaydigan holatlar emas, chunki hammamiz ayol bo'lib tug'ilganmiz va bu energiya bizga ilohiy tomonidan berib qo'yilgan. Har birimizda ayollik gormonlari bor, ayollik nafosati bor. Uni biz sun'iy ravishda berkitib yoki psixologik tomondan yopib qo'ymasak, albatta u tabiiy ravishda ham rivojlanaveradi, o'sha energiyada bemalol yashayverasiz. Shuning uchun bu tuzatib bo'lmaydigan holat emas. Ozginagina bitta ikkita nuqtalarni to'g'irlasak, shuni o'zi yetadi. Xo'p. Hozir bu darsni men kimlarga tavsiya qilaman? Hayotingizda og'irliklar, charchoqlar bo'layotgan ayollarga, hayotingizda shunaqa narsalar bo'lsa, siz chizishingiz mumkin. Hamma narsani o'zingiz bo'yningizga olgan va bundan charchagan bo'lsangiz, marhamat, bu darsni chizishingiz mumkin. Umuman ayol sifatida yana ham ochilishni xohlasangiz, bu darsni chizishingiz mumkin. Ayollik energiyasini his qilishni xohlasangiz, bu darsni chizishingiz mumkin. Nimaga ayollik energiyasi so'nadi?
Bu birinchi bo'lib o'tmishdagi yuklar. Birinchi blok deb olsak, ikkinchi blok bu man o'zim deydigan erkinlik energiyasi. Bundan tashqari yana bir qancha narsalar bo'lishi mumkin. Neurografika bizga qanaqa yordam beradi? Bu hozir biz neurografikada shu muammoni, shu bitta-ikkita bo'lsa ham bloklarni, to'siqlarni shu qog'ozga tushiramiz va ularni garmonga keltirish mobaynida neyronlarni, demak, neyro aloqalarni to'g'irlab, garmonga keltirib, birinchi demak, o'sha to'siqlarni, bloklarni eritib, yangi programma hosil qilamiz. Men bu neurografikani ishlash uchun fioletoviy rangi tavsiya qilaman. 81 ekan raqamli markerlarda. Birinchisi, mani o'zingiz his qiling, mani ichki jozibam yo'lidagi to'siqlar qanaqa deb o'zingizga savol bering. Qog'ozga 3 soniya ichida ichingizdagi bor charchoqni, qo'rquvni, xafagarchiliklarni, demak, o'zingiz qo'ygan to'siq chegaralarni vibrs qilib chiqazasiz. 3 sekundda o'zi yetadi. O'sha ichingizda yig'ilib qolgan mana shu narsalar va agressiyani shunday qog'ozga chiqazib berasiz. Sizni ayollik energiyasi to'siq sifatida chegaralab qo'ygan narsalar. Misol uchun, mana hozir men bu qog'ozga chizib ko'rsataman. Mana bunaqa vibrs shaklda chiqazasiz. Agar vibrasiz juda ko'payib ketsa, unda tavsiya qilaman, birinchi bo'lib oddiy varroqqa ruchka bilan vibrs chiqazib olib, keyin neurografikaga o'tishingizni. Chunki agar bu neurografikani biz davom ettirib to'g'irlashimiz kerak, juda ko'p chiziq bo'lib ketsa, uni to'g'irlamay qolasiz. Varroqni to'ldirib vibrs chiqazadiganlar ham uchraydi. Aynan shunaqa holatda men alohida vibrs qilishni tavsiya qilaman. Xo'p, menda demak, alohida vibrs qiladigan holatda emasman. Shuning uchun to'g'ridan-to'g'ri neurografikaga o'tamiz. Demak, ayollik energiyasi to'sib turgan chegarani mana shu qog'ozga his qilib 3 soniya ichida tushirasiz. 3 soniyani o'zingiz uchun belgilab oling. Birinchi ichingizda qaytaring. 1, 2, 3. Demak, mana shu vaqt 3 soniya. O'sha vaqtda chiqazishim kerak deb o'zingizga o'zingiz aytganingiz o'zida miya taxminiy 3 soniyani sizga aniqlab beradi. Xo'p, mana endi chizamiz. O'sha to'siqni his qiling va chizing. Demak, menda mana shu holatda chiqdi. Va endi ko'ramiz. Xo'p, mana shu uzoqda qolib ketgan nuqtalar bor, to'g'rimi? Mana bu chala qolib ketgan joylarni sekin tashqariga chiqazib yuborasiz. Bu bilan siz demak, hayotga ishonchi beryapsiz. Hayot faqat sizni ichingizdagi holat emas, tashqarida ham bor va u yaratuvchini nazorati ostida. Sizni nazoratingiz ostida bo'lmagan joylar juda ham ko'p. Shuning uchun uni o'sha vaziyatlarni egasiga topshirish ma'nosida shunaqa qilib tashqariga chiqazib yuboramiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu yerda o'tkir burchak hosil bo'ldi. Bu ham bitta nuqtadek, bitta chiziqdek tugagani uchun uni ham men tashqariga chiqazib yubordim. Neurografikada mana shunaqa erkin harakatlar bilan tashqariga chiqazib yuborasiz va qarang, silliqlash jarayoniga o'tib ketdim to'g'ridan-to'g'ri. Ya'ni hosil bo'lgan burchaklarni garmoniyaga keltirib qo'yasiz, silliqlab, okruglyatsiya qilib qo'yasiz. Ko'rdingizmi mana? Burchak qolmasligi kerak. Mana shu burchakni silliqlash jarayonini o'zida siz ichingizdagi mana shu to'siqlarni eritib yuborasiz. Bu to'siq
Demak, bu chegara reshotkalar. Siz buni eritib yuryapsiz, shuni his qiling. Ong va ong osti burchakni, o'tkir qirralarni har doim xavf sifatida qabul qiladi va dumaloqqa bo'lsa xavfsizlik sifatida. Shuning uchun biza mana shu miyani ishlash funksiyasidan foydalanib neyrografikani ishlatamiz. Xo'p, mana endi ko'rganingizdek chizib bo'ldim. Endi mana birinchi chiqazganimizdagi har bitta mana shu energiya to'planib qolgan joylar bo'ladi. Mana shu nuqtalardan ham tashqariga mana shunaqa ishonch chiziqlarini chiqazib yuboring. Mana to'planib qolgan joydan chiqazdim va mana bu joydan ham chiqazdim. Yana yangi burchaklar hosil bo'ladi. Ularni garmonga keltirib qo'ying. Mana ko'rganingizdek to'siqlarimiz eridi. Sizda mana shunaqa, misol uchun, manikidan ham ko'proq burchaklar bo'lishi mumkin yoki kamroq bo'lishi mumkin. Bu hammasi to'g'ri. O'zingiz ishlagandek, ichingizdan chiqqandek usulda neyrografika ishlang. Va endi nima qilamiz? Endi biz o'sha to'siqlarni eritdik va bu to'siqlarni kelinglar, misol uchun, reshotkani qanaqadir bog'iga aylantirish imkoni bor-ku. Mana shu to'siqlarni ham biz chiroyli qanaqadir bitta holatga, demak, tasavvuringizda nimaga, misol uchun, to'sig'i o'rniga siz nima qilmoqchisiz? Tasavvur qiling, misol uchun, bog'ingizdagi katta qora devori o'rniga siz o'tga gullar ekmoqchisiz-ku. Misol uchun, qup-quruq qolmaydi-ku, u yoqni albatta o'rnini to'ldiriladi, to'g'rimi? Xuddi o'shanga o'xshab mana shu neyrografika esa o'rnini to'ldiring. Demak, mana shu to'siq esa o'rnini to'ldirish uchun, demak, biz birinchi nima ish qilamiz? O'zingiz istagan xarakter jihatlarini qo'shing bu yerga. Misol uchun, siz xohlaysiz, nima xohlashim mumkinman? Demak, turmush o'rtog'ingizdan mehr-muhabbat, mehr-muhabbat, ko'proq mehr-muhabbat mana shunga mana dumaloq shaklda aylanib berasiz. Agarda mana manikiga o'xshagan ikki xil bo'lib qolsa, sekin aeroliniya bilan birlashtirib qo'yavering boshqa joylar bilan. Mana. Va yana bitta narsa. O'zingizga nechta narsa kelsa, o'shani yozing. Yana nima bo'lishi mumkin? Demak, xursandchilik holatlari, xursandchilik, baxtni his qilish. Bu xursandchilik bo'ldi. Bu baxt. Va yana nima? Demak, oson xursandchilikga keladigan pullar oqimi erkin. Mana shunaqa men aylanalar qo'shdim. Demak, o'zingiz xohlagan narsalarni aylanalar shaklida ifodalasangiz bo'ladi. Sayohatlar. Nima xayolingizga kelsa, o'shani aylanalar bilan bering. Va burchaklarini garmonga keltirib qo'ying. Hosil bo'lgan hamma burchaklarni garmoniyaga keltirishimiz kerak, okruglyatsiya qilishimiz kerak. Neyrografikani asosiy nyuansi, asosiy neyrografika qilib turadigan joyi ham mana shu nuqtada bo'ladi.
demak nuqtalarni, burchaklarni garmonga keltirib chiqdim. Siz ham o'zingizni nari grafikasidagi har bitta burchaklarni garmonga keltirib chiqing, qayta ko'rib chiqing. Garmonga keldimi, kelmadimi, qayta ko'rib chiqing. Va bitta narsani kuzating, ichki holatingiz qanaqa o'zgaryapti? His-tuyg'ularingiz, o'zingizni his qilishingiz qanaqa o'zgaryapti? Shuni kuzating. Xo'p. Endi buni chizdik. Burchaklarni garmonga keltirdik. Va bitta liniya polya o'tkazamiz. Tak. Liniya polya istasangiz mana shu chiziqlarning ustidan yoki boshqa joydan alohida o'tkazsangiz bo'ladi. Demak, bu yerda bitta biz o'zimizga maqsad beramiz, ya'ni ichki dastur yuklaymiz. Demak, menda halovatda erkin yashash dasturini berdim. Va qog'ozni chap tomondan o'ng tomoniga nari liniya o'tkazdim. Uni ustidan qalinroq qilib, demak, markeringizni qalin tarafida yana o'tkazishingiz mumkin. Bu chiziq boshqa chiziqlardan to'qroq bo'ladi. Chunki bu asosiy yakunlash chiziqlaridan biri. Mana bu chiziq bilan ham burchaklar hosil bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, u burchaklarni ham albatta garmonga keltirib qo'yish kerak. Har bitta burchakni garmonga keltirmayman. Siz ham har bitta burchagingizni mehr bilan garmonga keltiring. Mana shu garmonga keltirish chog'ida ongi ostida sizni demak ongi ostidagi mana shu mavzu bo'yicha bog'liq bo'lgan bloklaringiz erib ketadi, to'siqlar erib ketadi. Shuni yaxshi his qilib oling. Birinchi his qilganingizda hosil bo'ldi. Keyin mana qarang. Siz hayotingizga baxt qo'shganingizda mana shu to'siqlarga urildi o'sha baxtni, demak, baxtli bo'lish hissiyotingiz mana shu to'siqlarga urilganda mana bitta yana burchaklar hosil bo'ldi-ku. Bu burchaklar har bittasi ichingizdagi siz bilgan, tushungan, bilmagan, ongi ko'tarilmagan qanaqadir bloklar. Uni hammasini biz tushunishimiz, bilishimiz shart emas. Shunchaki garmonga keltirsak, shuni o'zida bloklar erib, demak, chegaralar, ongi ostidagi chegaralar erib ketadi. O'zi inson hamma narsani, demak, so'z bilan ifodalab bera olmaydi. Hamma narsa uni ongi darajasiga ko'tarilgan deb aytolmaymiz. Neyrografika aynan mana shu ongi ostidagi dasturlar bilan ishlashda juda ham yaxshi foyda beradi. Xo'p, chizdik. Demak, figur fiksasiya o'tkazdik va hayotingizdagi liniya polya o'tkazdik va hayotingizdagi mana shu dumaloqlardan eng muhim, eng kerak, sizga eng yoqadiganini yana bitta belgilab qo'ying. Bu figura fiksasiya deyiladi. Mana shu baxt aylanasini men fiksatsiya qilib qo'ydim. Demak, men eng birinchi, eng ustuvori menga bu men baxtni his qilib yashashim. Pullar oqimi ham, turmush o'rtog'imdan e'tibor ham, sayohatlar ham, xursandchiliklar ham menga kerak. Lekin eng muhimi men baxtni his qilishim kerak. Mana shuni miyangizga ustuvorligini ko'rsatish uchun mana shunaqa qilib shu joyiga fiksatsiya qilib qo'yish kerak. O'shanda siz misol uchun pulingiz ko'p bo'lmasa ham baxtli his qilaverasiz. Turmush o'rtog'ingiz har doim sizga e'tibor berib 100% e'tibori sizda bo'lmaydi-ku baribir. O'sha holatda ham baxtli his qilib turaverasiz. Shuning uchun o'zingizga eng ustuvor bo'lganini belgilab qo'ying. Xo'p.
Endi neyrografikamiz qarang, mana shu joyda asosiy bosqichlari tugadi, realizatsiya, rang berish jarayoni qoldi. Lekin agar siz bu yerda neyrografikangiz tugallanganini, yakunlanganini his qilmasangiz, ko'nglingiz to'lmay turgan bo'lsa, qaysidir joylar kamdek tuyulsa, nima qilamiz siz? Demak, borliqqa vaziyatni berib yuborish uchun mana shu har xil joylardan tashqariga qarab liniyalar o'tkazsangiz bo'ladi. Ana shu holatda neyrografikangiz to'liq yakunlanishi mumkin. Agar sizda yakunlanmay qolgan bo'lsa, o'zi ichki hissiyotlaringiz bo'ladi. Tugallanmaganlik hissini sezishingiz mumkin ba'zi neyrografikalarda. Agar siz bularni chizmasangiz ham neyrografikangiz tugallanganini his qilsangiz, unda shu joyda neyrografikangizni neyroliniyalarni o'tkazishni to'xtatib, keyingi bosqichga o'tsangiz bo'ladi. Demak, qarang, mana menda ham to'lmagan ekan. Gapirish chog'ini o'zida chizib tashladim, yana neyroliniyalar qo'shib tashladim va yana mana shu yerga ham qo'shgim kelyapti. Mana shu joylar energiya to'planib qolgan nuqtalar bo'ladi. Ko'p. O'shadan borliqqa energiya berib yuborsangiz bo'ladi. Chunki ayol kishi baribir energiya berishi bilan faqat energiyasi ko'payadi, kamayib qolmaydi. O'shanda o'zini to'liq his qila oladi ko'p holatda. Xo'p, mana tugatdik. Endi qarang. Endi ranglash jarayoniga o'tiladi. Ranglash jarayonini men videoga olmayman, chunki xuddi menikiga o'xshab ranglab qo'yadiganlar juda ham ko'p bo'lgan. Lekin o'zingiz istagan rangingizda ranglasangiz bo'ladi. Tavsiya qilinadigan ranglar bor. Demak, ayollik va nafosat ranglari bor. Bular och pushti ranglar, och binafsha ranglar, sarg'ish ranglar, oltin ranglar. Demak, mana shu yerda bor bo'lgan ranglar ayollik ranglari. Och pushti, qizg'ishlar, och yashillar ranglari. Ayollik ranglari. Yana bundan tashqari o'zingiz istagan rangda ranglashingiz mumkin, chunki miya o'zi biladi sizga qaysi rang energiyasi kerakligini juda ham yaxshi biladi. Xo'p, mana shu ranglar bo'lganingizdan keyin shu neyrografikangizni rasmga olib, albatta guruhga yoki menga yuboring. Xo'p, qizlar. Demak, biz hozir faqat bitta yuzada ko'rinib turgan blokka eritdik bu neyrografika bilan. Lekin ayolning magnetizmini to'liq ochish uchun har bitta ayol ichida lotus guliga o'xshagan, demak, qalb guli deymiz bu lotus gulini, qalbi ochilish ramzi hisoblanadi. Xuddi shunga o'xshagan bir gul bor deb hisoblasak, aynan shu lotus gulini uyg'otish va hayotingizga juda ham katta baxt, ayollik jozibasi to'la bo'lgan baxtni, xursandchilikni jalb qilish, sovg'alarni jalb qilish uchun tizimli ishlash kerak. Shuning uchun aynan tizimli ishlash uchun, ayollik jozibasi bilan tizimli ishlash uchun men yangi kurs planini tuzdim va shu kurs boshlanish arafasida mana joziba kursi. Xo'p, joziba kursida 4 ta modul bo'ladi. Bu tizimli ishlashni xohlovchilar uchun. Agar siz mana shu neyrografika bilan cheklansangiz, shu yerda to'xtashingiz mumkin. Agarda yana ham chuqurroq ishlamoqchi bo'lsangiz, mana shu kursga siz taklif qilaman. Bu yerda 4 ta blok bo'ladi, 4 ta modul bo'ladi. Birinchisi ichki bloklardan xalos bo'lish moduli. Demak, har bitta modulda o'zi psixologik qism hamda neyrografik amaliyot qismi bo'ladi. Demak, birinchi modulimizda ayollik energiyasini to'sib turadigan qo'rquvlar, charchoqlar hamda jертва rolidan chiqish uchun ishlaymiz. Amaliy neyrografika qismida bo'lsa ichki to'siqlarni eritish, yana xuddi shunga o'xshash bitta amaliy dasturimiz bo'ladi. Ikkinchi modul bu self love deb atadim. O'zini o'zi sevish va tan olishga bag'ishlangan modul. Aynan mana shu modulda biz psixologik qismda tana bilan aloqa ustida ishlaymiz. Ichki tanqidchi bor har birimizning ichimizda. Mana shu tanqidchini to'g'rilash bilan ishlaymiz. O'ziga bo'lgan
shartsiz muhabbatni shakllantirish bilan ishlaymiz. Shartsiz munosabat demadim, shartsiz muhabbatni shakllantirish bilan ishlaymiz. Amaliy qismda bo'lsa, neurolotus, ya'ni ichimizdagi o'sha qalbimiz deylik, qalb ochuvchi gul, qalbni ochilish ramzi hisoblanadi. Neurolotus bilan ishlaymiz. Bu darsdan keyin o'ziga bo'lgan ishonchim ortadi. Bu moduldan keyin inson ko'zguga qaraganda o'ziga nisbatan nigohi o'zgaradi, qarashi o'zgaradi. 3-modulda bo'lsa magnetizm va joziba energiyasi bilan ishlaymiz. Bunda demak, erkak va ayolning energiya balansi, ayolning ichki jozibasi, nafosatini uyg'otish bilan psixologik qismda ishlaymiz. Sifatlar va resurslar iyerarxiyasi bo'yicha neurografika amaliyoti o'tamiz. Mavzu sifatlar va resurslar iyerarxiyasi neurografikasi. Neyron tarmoqlari bilan miyaga mana shu jozibani, magnetizmni muhrlab qo'yamiz. 4-modulda istaklar va neyroaktivatsiya, ya'ni natijani hayotga tortish. Demak, 4-modulimiz bunda yakuniy bosqich. Ayolda bunda qabul qilish qobiliyatini rivojlantirish. Ayol qabul qiladi, ko'p joylarda qabul qiladi va aynan mana shu qobiliyatni rivojlantirish, yopilib qolgan bo'lsa ochish bilan ishlaymiz. Psixologik qismida demak shular bilan ishlasak, neurografika amaliyotida bo'lsa neyrodaraxt, istaklar generatori bilan ishlaymiz. Ayoliy energiyasi ildizdan oziqlanib, hayotga moddiy farovonlik, baxtli munosabatlar, sovg'alarni demak meva sifatida chiqarish bo'yicha ishlaymiz. Mana shu 4-modulda biz demak neyrodaraxt bilan ishlaymiz. Xuddiki karta jelanyani o'rnini bosadigan, energiya bilan to'yingan bitta neyrokartina hosil bo'ladi 4-darsimizda. Xo'p. Demak, mana shu modulga, demak, mana shu kursga sizni taklif qilaman. Ayoliy jozibasi, joziba, ichki kuch va magnetizm kursiga taklif qilaman. Agarda siz menga mana shu birinchi ishlagan neurografikamizni chizib yuborsangiz, insaytlaringizni yozsangiz va keyin bu kursga qo'shilmoqchiligingizni aytsangiz, sizga mana shu kurs uchun 20% skidkani shunda beraman. Xo'p, yana qo'shimcha ma'lumotlar bilan Telegramdan aloqaga chiqishingiz mumkin. Buni ham albatta rasmlarni Telegramga yuboring. Agarda siz kursga qo'shilmasangiz ham, mana shu neurografikani o'zi bilan energiyaga to'yingan bo'lsangiz, men juda ham xursandman. Albatta neurografika kanalimizga yozing. Yana YouTube kanalida juda ham ko'p neurografikalar bor. Hammasini ishlasangiz bo'ladi.